Majburiy matematikadan bu misolni bilmay turib aslo DTM imtihoniga kirmang. Noma'lum x burchakni toping deb mana shu uchburchak berilgan va bu o'tgan yili tushgan savol. Xo'sh, endi qarang, uchburchagimizda mana bu ikkita belgi bu uchburchakni teng yonli ekanligini ko'rsatib turibdi. Teng yonli uchburchakning asosi mana bu asosi bo'ladi. O'sha asosidagi burchaklari ham bir-biriga teng bo'ladi. X bo'lsa, mana bu burchagimiz ham x bo'ladi. Demak, o'sha 3 ta burchagini qo'shsak, uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. 58 gradus plus x burchak yana x burchak shunda 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Ikkita x bo'ladi. 58 ni bu tomonga ayirsak 122 gradus bo'lyapti. 2 ga bo'lib qo'yamiz. X teng ekan 61 gradusga. Va bu bizdan B variantda berilgan. Sahifamga obuna bo'lib, meni kuzatib boring. DTM imtihonigacha eng foydali, eng ehtimoliy savollarni joylab boraman. Majburiy matematika onlayn kursimizga qabul davom etmoqda. Quyida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.